Balalıqımızda bizga hem jasoratni, hem qanoatni o'rgatadigan bir yer bor edi, Yaqub. Bu yerni mening o'zim madaniyati degim keladi. Bizning balalıqimiz ashu madaniyatning angullangan oltin davrida o'tgan bo'lib, bizning burunqilarda mahallalardagi uylar ancha zich bo'lmag'achqa, o'g'zi yo'llarda to'rlashmagan edi. Bizning keyingilar bo'lsa, bino madaniyatini kutib oldi. U chog'dagi o'g'zilar ozroq tirishsanglar, mahallaning bir chetidan yana bir chetiga, hatto bir mahalladan yana bir mahallaga yer yuzini dastat kuzmay turibmi yetkizalaydi. Bu yerda har xil o'g'zi boyliqlari bo'ladi. Yugurayotganda ancha-muncha bilosimlarga putlashib, dum tushganini hisobga olmaganda, bu o'g'zilar bizning erkin yaylaydigan yayliqimiz edi. Bir kuni men o'g'zi charlab ketib etib, orliqdagi odam o'ltirmag'ini uzun bo'lgan bir o'yladan chir-chir qilayotgan bachkining ovozini anglab qoldim. Tushib qarasam, qaznaqdagi qo'ziqqa esilgan bir eski chilakka bir jup ko'kkatlar bola chiqaribdi. Ikki balasiga onasi bilan dadasini qo'shib biroqla olay dedimda, kechqurunlikqa kirishni o'ylab chiqib ketdim. Qarong'i tushganda men u yerga berib, mo'rning kayniga o'tib, fursat kutib saqlab turdim. Kirganda kichik peshayvonning to'rigidan seyrilib tushgan bilan chiqqanda kaptarni ko'tarib qandoq chiqib ketishni planlayotganimda, yiroqdan bir narsaning o'mlab kelayotganligini ko'rib, jon benim chiqib ketay deb qoldi. Men texi uni bir lalma eshitmagan debdiman. Mo'rning chalmasini qo'murib, qo'limda tutib turdim. U mendan 3-4 metr yiroqda to'xtadi-da, o'g'zidan beshini sangilatib, o'ylig'i timsiqlab qaradi. "Yaqub," dedim men ixtiyorsiz. O shundoq bir cho'chidiki, esi bo'lgan bo'lsa allaburun to'g'lib etgan, madari bo'lgan bo'lsa allaburun tikib etgan bo'ladi. "Yo Yaqub, musharnimi timsiqlab bo'lganmiding?" dedim uning yeniga kelib. "Sening dardingda bu kang o'g'zilar odamga tar bo'ldi-ku." "Voy yurkum," dedi u ko'ksini tutgancha esiga kelmoqchi bo'lib. "Men haqiqatan seni ko'rib bo'ldi deb atiga qoldirmay bugunla elib o'tay degan, yana sening kayningda qoptimanmi? Istiqboling naqadar parlaq Yaqub. Sen menchilik bo'lguncha bu yerdagi mo'rlarmi saqolmaydigan o'xshaydi. Men senchilik bo'lguncha menga shu mo'rlardan boshqa narsa qolmaydigan o'xshaydi," dedi u. "Sen kiramsan menmi? Bo'lmasa men sirtda kuzatib turib turay. Sen kir," dedim men gapning postkallasini aytib. "Qandoq bo'lishimiz?" dedi u texmi postkallasiga kelib. "Kichiklarni sen, cho'nglarni men olarman?" "Men kirgandan keyin cho'nglarni men olarman?" dedi u. "Bu yerga avval men kelgandiman." "Undaq bo'lsa," dedi u. "Cho'ng bo'lamdi, kichik bo'lamdi, tap-tang bo'lishimiz." Uning bilan talishib o'ltirmay ma'qul dedim. "Chiqqanda qandoq chiqsan?" so'radim men uningdan. "Men planlab qo'ygan," dedi u. "Eshikning yanida bir o'choq bor ekan, shu yerdan chiqib ketaman. Sen hozir eshikning yaniga berib meni saqla, shu yerdan sunib beraman." "Sen meni besib bo'psan, Yaqub. Atdiganning yog'i men nerdan chiqib ketishni bilolmay yurgan." U peshayvonning to'rigi bilan yomishib tushishga tayyorlik qildi. Ma'vo bir yerimga kirib ketmasin deginicha beliga qistirib olgan say to'g'raydigan pichoqni elib, o'yliga dastichlab tashladi. "Pichoqni nima qilasan?" dedim hayron qilib uningga. Men qandoq hayron qolgan bo'lsam, u shundoq hayron bo'ldi-da, "Beshini kesib olarmiz," dedi. "Yo Yaqub, sarongmisan? Nima deb beshini kesib olasan?" "Amisi nerini kesib olaman," dedi u. "Hey, nima degan yirtqush nimasan? To'xta, olsang biroqla ol, bo'lmasa men olmayman." "Nemishqa biroqla olamiz," dedi u. "Amsi beshini kesib elib nima qilasan sarong?" "Yeyman-da," dedi u xotirjam holda. "Yaqub, men sendan qo'rqib kelyapman. Sen rostilla beshini kesib elib yemsan? Sen nerini kesib elib yeyting," dedi u. Uning ovozi xeli o'rpuyib chiqqachqa, men bu kechda uning bilan bu yerda taqallashib turishni muvofiq ko'rmadim. "Bo'pti, beshini yesangmi, ye yirtquch. Lekin hozir butun peti elib chiqib, ati beshini kesib elib, qolgan yerini menga bersang-ku bo'la?" "Qolgan yerini sen nima qilasan?" dedi u hayron qolgandek. "Kavob pishirarman menmi?" dedim men. "Rostmi?" dedi u. "Yenib olmaysan ha? Ishonmasang meni qo'lim." "Undaq bo'lsa, mush yerdala beshi bilan boshqa yerini ikkiga bo'lib elib chiqay," dedi u xo'sh bo'lib. "Ey, nimaga oldiraysan deyman? Beshini yesangmi, ati pishirib yersan? Xampeti chaynab tukirib yersangmi, bek payz bo'ladi," dedi u. "Yo'q, u hayvon go'ynavalisi. Sen odammi ya? Teka xampeti yemsan, uning ustiga mushkashda qo'rqmay beshini qandoq kessan deyman." "Men kesib, ayirib elib chiqsam bo'lamdi zodi," dedi u terikib. U jiq gap qilmayla to'rikdan serilib tushib ketdi. "Yo," dedim men o'g'izdan tushib, eshikning oldiga ketayotgach. "Nima degan qabiy nima bu? Necha vaqtdan beri buning bilan bilmay billa o'ynab yuribdimi? Mushkashda kaptarlarning kallasini kesib olaman deydi ya. Teka xampeti chaynab tukirib yutirgan. Aras, eliqi kichiklarning beshini kesib elib yutarma.
Yakup dedim men ishikning yeniga borgandan keyin uni hovlidan ishikning yeniga to'lab akilib. Üdünüp qalay, kichiklarning beshini kesme. Kesip boldum dedi u va xiyolida yo'q ishikning oldidan ayrıldı. Mening put qo'llarimda jon qolmay, kaptarlarning uchib ketishini yoki necha vaqtdan beri kelmagan uy egisining hozir tuyuqsiz kep qolishini umid qilib turdim. U sunib bergan narsani erishga hech qancha royim qolmagan edi. Mushtumchilik nimaning kallasini qandoq uzgansan hayvon, deydim ichimda. Bir azadan keyin u ishikning oldiga keldi-da, mauni ola degancha bir badirga chigilgan xaltini sunib berdi. Putlarim titrab turib, kallasi tindin juda qilingan kaptarlar qachilangan xaltini badirdan ajratdim, lekin tutib beqishga jur'at qila olmadim. Nimandaq jiq bu dedim men ishikning oldiga kelib asta. To'tili bor edi u. Jiq ekan, texi netchisini olmadim. Kunduz kirmagan bilan kechda nurg'un kaptarlar kirdi-kanda dedim men ichimda va xaltini yiroqroq yerga opirib qo'ygan elib mangdim. Badanimga tegib ketishdimi, tenim shurkunib, o'zimga qancha yiroq tuta olsam, shuncha yiroq tutqancha elib ketib o'tatdim. Kaptar olaman deb qarab turib bir xalta bossiz kaptarlarga erishib qoldim-a? Endi u kaptarlarning beshini yanchiqqa salsimi yoki o'zi degandek og'ziga salsimi, o'zi yolg'iz chiqib ketalaydigan yerda edi. Lekin xeli saqlasammi, u chiqmadi. Ishikning yeniga qaytib berib, uni asta to'ladim. Nima qilyapsan ey eshak, chiqmaysan-ku. Sen oladigan yerini bog'lab otaman, dedi u ishikning yeniga kelib. Bayamqi xoldidiki, shu men oladigan yeri-du, dedim men uni hayron qilib. Bayamqisining hammasi bosh, dedi u. Boshni men oladigan bo'lgan, yana olmijimi, dedi u. Nima? Bayamqisining hammasi bosh dedingmi? Tenim teximi shirkinib ketdi. Uni unutib bayamqi qopning yeniga bordim. Men buni kaptarning tenimikin deb tenim shirkinib tursa, texi bu kaptarning beshimikan? Bu zodi qanchalik kaptar bo'lib ketdi? Boshlari bir-biriga choplashib, kallakishib qoldimi nima? Qopni elchib beqish emas, yeniga kelishga jur'at qila olmadim. Birdan turgandan keyin hayronlik, qo'rqishni yengida bo'lg'ay. Xaltini asta ochdim. Ko'z oldimda tumshig'ini yerim echib turgan kaptarlarning qonliq boshlari paydo bo'lgandek qo'llarim titrab ketdi. Birli qarab bo'lib, ondan tashlab yutishga tayyorlik qilgan holda beshimni yiroq qilgancha xaltiga qaradim. Qaragancha beshim asta-asta oldiga keldi. Hatto qo'limni selib ichidikini oldim. Bu nadi kaptarning beshi bo'lsin? Taxsidek cho'ng kichik optopparastlar turadi. Bu asli optopparastning beshini kesaman debdikanda. Qolgan yerini men olaman desam, shuni xo'sh bo'lib ketibdikanda. Xampeti chaynab tükürüydümen dese nima deydigandu deb yuribdiman. Men kunduzda kelganda o'ylada ras o'nne tutib optopparast turadi. U xam gazirnimi bosh qo'ymaydigan pas o'g'ri. Buni pilalganligin kimning xiyoliga keldi? Bu xarab o'ylada ash kaptardan boshqa beshi bor narsaning borligini kim o'ylasin? Uninggacha u güppida sakrab tushdi-da, tamdan o'zi ortildigan bir bog'lam shoxni ko'targunicha asrab yugurib keldi. Mavi nimalarini elib olg'ini barmiding-ku? O'zim elib chiqdim, dedi u ranjigandek bir bog'lam optopparastning ko'tigini oldimga tashlab. Nima qilaman bu bir bog'lam o'tunni? O'zing kavob qilaman deding-ku. Hey, o'tunni kavob qilamdim. Kavobni o'tunda qilmay nima qiladi? U mening javobimni kutmayla qo'limdan xaltini oldi-da, o'shnisiga ortib yugurgunicha yo'qoldi.